Sifatsiz va kontrafakt dori vositalari hamda tibbiy jihozlar mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazish bilan birga inson salomatligiga ham jiddiy xavf tug'diradi. Shu bilan birga bunday mahsulotlarning noqonuniy aylanmasi davlat budjetiga tushumlarni kamaytirib, halol raqobat muhitini ham izdan chiqaradi. Bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida Toshkent shahar bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Xususan, Xitoy davlatidan poytaxtdagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birining nomiga yuborilgan tibbiy jihozlarning faktura qiymati hujjatlarga ko'ra 5.4 ming AQSh dollari, netto vazni esa 132,5 kilogramm deb ko'rsatilgan edi. Aslida esa boshqacha bo'lib chiqdi. Bojxona xodimlari tomonidan ushbu yuklar bojxona ko'rigidan o'tkazilganida hujjatlarda tovarlar haqida taqdim etilgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi aniqlandi. Ya'ni deklaratsiyada jami 5400 dona deb ko'rsatilgan stomatologik buyumlar aslida 82.500 dona ekanligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari yuklar orasida hujjatlarda umuman qayd etilmagan qo'shimcha ravishda 30 ta komplekt stomatologik jihozlar mavjudligi ham aniqlandi. Ashyoviy dalil sifatida olingan tibbiy jihozlarning dastlabki qiymati 1 milliard 40 million so'mni tashkil qildi. Hozirda holat yuzasidan tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, bojxona organlari tomonidan joriy yilning o'tgan davrida dori vositalari va tibbiy jihozlarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq 499 ta huquqbuzarliklar aniqlangan bo'lib, qiymati 18 milliard 658 million so'mlik dori va tibbiy jihozlar ushlab qolingan.